Assalomu alaykum savatdoshlar, yaxshimisizlar? Men bugun bu United Coder'ninki Model Cloud'dagi topshiriqimizni kodini yozmoqchiman. Yani write a Java program that takes the user console input describing a playing card in the following shorthand notation below. You need to print out the meaning according to the notation input. Biz input şekilde kirgizib bersak, balkim demakchi o'rning ma'nosini kirgizsak, ma'nosi chiqadi demakchimi, uqmadim. Meaning notation kirgizamiz, ma'nosi notation input meaningni print out qildi. Malani print out, meaningni asligini print out qildi. Notation'ni kirgizamiz degan gap. Okay. Asma kod nimacılık. Topshiriqni bitirib kelib qo'yay. Kod yozaylik. Anikin buni debdi switch statementni ishlatib debdi. Switch ishlatib debdi. Okay. Men buning uchun beshta stringni bir qurib olay. Stringdan ikkisiga ehtiyojim bor menimcha. String. Ya'ni bunda kartaninki 2 mi, 3 mi ya 30 mi degandek ashnasiniki nimasi qimmatli. Bunun emini ben number deb olay. Number deb qo'yay, sonlar deb. Bunga quruq bir tal string hisobda. Anandan keyin color day. Rangi deb qo'y, qağıt tapanch tirg'ish degani color. Bu mu quruq olsun. İki tal string qurib oldim hozir. Birli qurda, anandan keyin scanner object'ni bir qurishim kerak. Scanner class. Class'ni yozdim. Input deb object. Put down. New. Andan keyin constructor name. Scanner. System. In yazdım. Double semikolon. Anandan keyin anandan keyin men bir while loop yazay ki ben bir qatim ataydım kodni icra qilgan bir qatim o'zi besib bilan to'xtab qolmasin kodim. Men taki bir atal gapni kirgizgan vaqtimda andan keyin kod o'zi to'xtagan bo'lsa, menga xilma-xil narsa yozib baq, uni yozib baq, buni yozib baq desin va chiqarib bersin maqsad. Ataydım bir nim qilgan tushib kodim bir necha qatim to'xtamasdan aylanadigan bo'lsin demoqchida. Buning uchun men miyaga string deb degan bir tal nimadan buni qurib olay. String exit deb qo'y buni. Exitning qimmati, bunaqa men qimmatni hozirlab o'tay. Exit olsun. Bunun exitning qimmati exit olsun. Yani mavu variable ismi mavu quit olsun. Quit diyem şu çekiniş diyem koyayım hatta hatalaşmasın. Tercih bakay. Çekiniş 94 diyem yapmışım hesapta. Okay. Endi ben hesaplam bir tal while loop'ni bir yazalay. While loop. True deb lamkin ismini qo'yay. Okay. Ism deb ketdim. Shart. Her vaqt true bo'lsin bu.
Kodning eng aslini bir yozitay başta. If yani eğer ananiki miyega men başta scanner'ninkini misini qo'yay. String no string qilsang string agar exit no bu yerda scanner qilgansiniki bir narsani qo'yayman. String type deb yozib qo'y. Bunda ma'zur men ortiq bir o'tib bormanmi, ortiq variable qurib ketdim, o'qimayman. Shunaqasimi ma variable qurib qo'yib turay. Miyaga type tamam. Input check it. Ben bularning hammasini next bilan qilishim kerak, string qilaveray. Agar type tamam no tamam emas equals to quit yakos boldimda exit deb yozay. Nega exit degan hareket tang bo'lsa demakchimi? Ma'nosi uchrasam buldika demak. Buni bekor quribman men. Exit degan hareket tang bo'lsa Miyaga type qilganasini to lowercase qo'yay. Lowercase qilayotgandan keyin mayli xayrida cho'ng yozsin, kichik yozsin, qanday yozsin qadazar. Lowercase qilayotgandan keyin agar equals to exit bo'lsa break. While loop'dan chiqasin dedim. Ama ma arliqqa amni switchni yozma. Switch. Yani yerdeki haqiqiy topshiriqniki kodi miyaga yozildi-da hisobda. Tamam. Exercise deb yozib qo'y. Record qilyapmisiz? Aha. Boshlab qo'ymizmi? Exercise. 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 Switch exercise olsun. Okay. Demek ki ben switch'ni hem yazmadım gibi. Switch. No, küçük yazma o. Switch. Dep yazıp switch. Yani benim kirgizgan narsam. Benim kirgizganim type. Type deb yozib. Men tirnoq ichib yopaman. Ananikin. Emet men banasini ma ifni switch'dan shit qo'ysam bo'ldi kamda. Okay. Tezivray case switch case yani type qilgandan keyingi
Ma'ning keyinga inputning nextning nimasini mana to lowercase qildik. Chunki xerida kirgizgan narsa. Mana uchrasam bo'ldi deb. Miyada bir qatim qilsam bo'ldi. Ya'ni xerdan kirgizgan har qanday narsa kichiksam bo'ldi. Kichik harf bo'lsin. Kichik. Qanday kirgizishni qarasa kichikka aylantirday. Ma type'ni E bilan solishtiray. E bilan solishtirgandan keyin chiqqan natijani men buni bu joyda nima bo'ldi desa so deb bu yerga ace deb ma'ni yozib berish kerak-ku. Men topshiriqdiki pozitsiyani ma'ni yozishim kerak. Tuzning qiymati. Okay. Demek ben A degan narsa kirsa, bo'ldi. Ma chiqish kerak. Case ne bu? Tuzdan başqa. Hadi K qo'y. K. Bo'lsa. Ben bir yerlet break qilishim kerak. K bo'lgan chog'da K'ning ismi Esot Kinkan. Break case Karol'dan keyin andan matga qilamiz qo'y. Q. Ondan Esot Queen kabi. Break case Karol biz matkani yozib oldik Q'ni. Q'dan keyin soldat keldi to'g'ri. J. J tam bo'lsa normal kartlarda cho'ng chiqadi bu narsa. Lekin hozir men knopkasida nima yozsin, buni kichikroq qo'ydim chunki miyada. Shu sababdan men kichik harfdan silishsam bo'laverdi. Esot yozib J degani Jackka. Okay. Bunu break case hem de 10'a geldik ko 10 bunu da elbette 10'da çıkış gerek ko şu break case 9 olgan çağda Esot 9 break case 8 olgan çağda Esot 8
case net doğan çağda slot yette break case altta slot altta deyimiz break case 5 slot 5 break. Hozir bilamki bu kodni hamma o'zgartirmayman baribir. Chunki hozir bunda qurt tashlab mengayverdim men bu yerda. Bu bak bo'lmaydigan ish bu. Chunki menga topan yo qaga degan gap meni oldiga kelish kerak asli. Okay, bu hozircha mushab bo'lib tursin. Case 4 çünkü ben kod baklıqqa o'xshash kodni jiq yozgan sho'g'an ekan manaqa shunga asli o mishnasini o'zi switch case'lan qilish qilib hozir bir qamlashmagan bir ish asli boshqasidan qilsa yaxshi bo'pti asot chunki kodni bak qurbak chiqib ketadi odatda bir program uchun break case 3 slot 3 break case 2 slot 2 okay uf break ha tamam bütün sanning hamini yozib bo'ldik tamam hamda hozir knopkasini kirgizgan narsa birinchi qatimda kirgizgan narsamda bo'ldi hozir men bir şeyde bir esot deb qilib please please enter the card number daim yani print f qilib qo'yay shu qurni kayniga yozilsin demoqchi andan keyin makayniga esot deb yana bitta qilib please enter the card type demdoq tipi demdoqni nimdaydi qog'da panchitirg'ish degani card the card bo'ldi chiqaylish bo'ldi card color day color deb qo'yib turlar shuni nima desa shu bo'lib tursin okay undan keyin endi men bu yerda bir tal bir color deb bir tal bir stringni men qurib olgan emasman shunga men number qo'yishim kerak number deb quruq qo'yib ishlatmayapman
Maya. Color. Yani iş qatim kirgizdim nega. Color. Input. Next. Işıltı ben anadaki color'ımı lowercase qilib. Demek bu yerda qartniki 7 yo 10 degan narsa kirgizman. Bu yerga qog' to'pponcha tig'ish kirgizma degan. Okay. Bu yerda numberni tekshirdim. Endi color'ni kirgizdim va color'lar ahamiyatda men qanday color'ni kirgizgan bo'lsam, shu color'ni bu yerga qilib berish kerak. Yozib berish kerak degan. Bu yerga demak color deb yozib qo'ysam bo'ldi. Normalde qağa palani tapan postani deymiz go. Demek men color'ni oldiga yozib qo'y. Endi if number lam demeyelim. Yakan sonra exit'ni ayırım if qilib bir şeyler. Case deb yoziblam. Buni qilib qo'ysam. Ben bu yerda amist break ishlatibman. Break ishlatganki demak baribir chiqdi degan gap mala. Mobilening ichidan. Baribir chiqdi ekan. Bu while'ni bekor ishlatibman asa. Ma'qulim ishlatishni hech qanday qolmabdi. Okay, mana bir ranq baqilay. Mana bu yerda hozir number kirgiziladi, 7 ta kirgizay. Ben boshqa narsani dedim biraz. Color'ga aniqlik bermayapman men. Color'ga misol hurt day. Desem mana. Mana hurt 7 dedi. Bu meni qaytadan so'radi yana bu. Demak men break faqat switch nochidan chiqadigan break degan gap men. Okay. Ama break'ni asli gap qo'y. Okay. Qaytadan bir ijro qilib qo'y.
misol numeri deganga A'ni bosdim. Yani tuzg'u A degan cho'ng. Color deganga misol çıtır. Yozay. Ha, çıtır tuz degan gap. Bunu qayma exit deb yozsam ama switchning ichida nima qildi hozir? Switchning ichiga kirib ketib qoldi. Switchning ichida men switchning ichigilam men mana kodni ma'ni oldiga olay. Switchning oldiga olay. Switchning oldiga bossam bo'ldik. No. Bu bar ma switchning ichiga kirib bo'ldi gap. Bu if barib ishlaydi rost. Ustiga chiqmaydi kod. No, hech narsa bo'ladi. Chunki men switch bir qatim tugab qo'ygan switchdan chiqdi, ammo bu while'ning ichidan chiqmaydi endi qaytadan. To'g'ri. To'g'ri. Shu shaklda bo'lsak. To'g'ri. While'ning ichiga joylagan bo'lgan uchun chunki. Tanladim mega. J deb yozay. Ana kimyaga color'a diamond say diamonds jack oldu. Emmiyaga men exit deb yozib qo'y. Buni so'raydi yana. Oh. Tak şöyle hazır vardı. Mani men demek ne gelişim kerak? Ben number degende kirgizib bo'lgandan keyin la miyaga bassam bo'ldi degan gap. Endi men agar exit yana bassamlam ma'nosini so'rab o'tmaydi. Chiqdi. Kod to'xtaydi degan gap. Salmiyaga 3 deb yozib hurt yozib endi hurt 3 deb chiqarib qo'yadi. Endi men numberga exit deb yozib qo'y. Oh, men bir type depman qo'y. Type deb narsa yo'q ki. Number. Nima ishlaydi men? Ben type uchrasam bo'lgan gap hozir. İşletmetme baribir. Sonra hazır mega 3 deb yozib hurt yozdim. Hurt 3 deb chiqdi. Ammo men eksi deb yozsam chiqadi koddan. Tugdi degan. Yani men boshqa narsa kirsam chiqavergan bir kod. Bo'laverdi da. Lekin misol men miyagam diyor. Default miyagam defaultni qilishim kerak. Çünkü bo'lmasa boshqa bir g'ayri qo'yir narsa kirgizsam uni besbot o'smaydi. Default break
olsun. Misal men berga 14 deb 16 deb yazay. 16 deb narsa yo'q-ku. 4 deb yazay. Ana, yeshim chiqmaydi. Hani bunda bir kartni bespemeydiki. Meyadanın ma qurni sal ne qutma. Mani F qiltay. Çok babız ma keyin qurg'uz zo'r ekan. Okey, manada men accept etsem chiqdi. Koddan. Ma bu birinchi xil shakli hozir. O'zimiz yozib o'tiramiz buni da kodni. Xatni. Xatni yozib turgan gap. Ham ikkinchi xil shaklni ishlatay. Men bu yerda birinchi va ikkinchi xil shaklniki ayrim ishlatish uchun yanliqqa menga bir switch case'ni ishlatsam bo'ldi yana. Sodda bizib please choose your code deb yozib qo'y. Bu diyelim yani meyada ma bir 5 lamadan çıksın çıkıp bunu keyniga men int ayda bir tal qiymat turqi bunun qiymat yo'q olsun hatta deklar qilib qo'ydim faqat. Keyin switch deb ay day tırnak açılıp yapılsın. Case no case bir bo'lganda mana shu qizlar oldi. İnşallah qilsam bo'lmaykanda. Ben bunu int I demey, int I tamam. Input next int qo'y. Yerdan kirgizib qo'yaman. Zaten kirgizmoqchidim bu. Bir bo'lsa ma kodning hammasi ijro bo'lsin. Men buni qilishimning sababi dastlablam buni men qilib o'tmaychi, kodni ijro oldigan yo ijro olmaydigan deb mana komment qilib o'tmay. Mana gaplar. No. Xatoni qilibman. Ma while'ni o'zida tutish kerak. Muşna hem sportal kod koy, bayatan kod. Mergem gelsin. Mergemde case işki olsa dey manıga hamde ma case'nin keyni alsana ben bunu düşünüşke asamız için hazır
choplanamdi. Ha, okey. Keskin qilish uchun men tirnoq echib o'tayman. Tirnoq echib bu yerda yepitayman case 1 ga. Ham shu case 1 ichiga men kodni yozay. Ham bu nimaligini desa, bu yerda bir raz so'raydi desam kod muqada. Agar bir deb kirgizsam, ananiki men bayonoz yozgan men kod ijro bo'lsin demoqchiman hozir. Tushuna olaman. Okey, men bu yerga diyor case 2 deb yozsam agarda deb taqib deb amdi men managa o'zimning ikkinchi qatimliq kodimni yozmoqchi. İkinci qatimliq kodim ne buldu sana? Maninki başqacha bir version hesabda. Ben bunu uchun bu yerda qurib bo'ldim-ku bu narsalarni o'shaman. Başqa narsa qursam bo'g'dak bu yerda. Int deb t deb qo'y. Tamam. Int t bu math random qiymatini ko'paytma 10 ga. Bunda hozir 0 dan 10 gacha degan sonlar chiqdi, ammo 10 ni olmaydi. 0 dan 9 chiqqan sonlar chiqdi. Ben bunu qo'shib beray. Cam ma'noda 1 dan 10 chiqqan sonlar chiqdi. Lekin 1 dan 10 chiqqan songa ehtiyojim bormi? No. Emas. Ben bunu 10 ko'paytmay. 10 ko'paytmay, bu yerda men nima ko'paytiramni bir qaraya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, soldat, matka, korol, tuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tal narsa degan gap bor. Demek ben türevasım oluyor. Ben 13 ko'paysam 0 dan 12 9 9 9 degan songa chiqdi. 13 ko'paytay. Shundan chiqdi. Endi men buni mana endi nima qilib deb integer aylantirib ne? Benim çıkma tırnak. Hem da bir narsa. Semikolon qilishim kerak. Hozir bu yerda endi 13 ko'paytgan 0 dan 12 ga chiqqan sonlar olib ketdim men. 13 dan son. Bunu texnik to'g'riroq qilish uchun bu yerga plus 1 ni qaytib beray. Plus 1 ni qaytib bersam, mana 1 dan 13 ga chiqqan sonlar chiqadi. Hatta ben bunu 1 emas 2 ni qatayroz. 2 ni qatsam mana 0 2. Çünkü ben 2 dan boshlab olmayapman shunga. Mana qiymati çünkü 0 dan 12 ga chiqqan sonlar chiqdi mana da. Managa men 2 ni qaytib bersam, demak dastlabki qiymati 0 degan 2 ga aylandi va 12 deganim 14 ga aylandi. 10, 11, 12, 13, 14. Ma 14 degan gap. Şu an mavi bu bilan randomning qiymati xohlagan shunday qiymat ola oladi degan gap.
Okay. Hamda demek biz bu yerda hozir intning qiymatini ep boldik. Hamda bizga degan o switch case ishlatadi deb. Bundan ekan biz switch case ishlataylik. Ha, to'g'ri. Switch case ishlatishdan burun string deb bir narsani qurib olib, bayatın color'ni yozay yana. Already defined deydi. Böyle rang deb yozay. Rang. String rang olsun. Endi buni balkim qog'i chiqishi mumkin yoki topan chiqishi mumkin yoki g'ich yoki bo'lmasa chitir. Demak 4 xil ehtimollik bor. 4 xil ehtimollik bo'lgani uchun men bu yerda bir şekilde onu bunda pişirip 4 xil mumkin narsa chiqadigan qilay. Buning uchun yana men boshda mani cat qo'yib turib mass random qilay qilib bu yerdan chiqqan sonni to'rtga bölsem eğer 0'dan şu çoğan san çıkıdı degan tamam. Köpeytme 4. Ma'nın kıymeti hazır. 0 degenden 0 degenden mındaq qo'yib turay 0'dan taki 3 cheki 9 degan songacha bo'lgan sonlar. Cheksiz ko'pdan son hisoblanadi. Shuna bilan chiqdi. Bundan ekan men buni tirnoqning ichiga olib bunu yana nima qo'shsam agar endi qo'shsam ekan buni tang bayatın qilasiga no bu yerdeki narsa string no string olmaydi bu int olsun rang olsa demek bu yerden hazır 0'dan 3 çoğan sonlar chiqadi degan. Hemen buningimi birni qaytib beray. Birni qaytib bersam 1'dan 3 çoğan sonlar chiqadi degan. Hatta bunu birini qatmasam bo'ldi. Okay. Demek hazır bu yerda bularning oldigan nimasini nima desa 1 no 1 emas 0 1 2 3 boshqa qiymatlarni amal olaydi. Lekin qaysini olganimizni biz bilmaymiz. Random yani. Qalayim qancha chiqadi? Hamda random qoldik. Hatta biz bunu xohlasak bir while'ning ichiga bitaylik. Yani tekrarlansın to'xtamay. Ya shu bo'lsin. Megalay uni. Hamda esot deb yozib bu ham rasmiy esot do'si bo'ldi bu hozir t va rang mashqasini besib no mana plus qilishim kerak.
dal bo'lsin. Brown. Menga naqlib mayga bir ama rangni oldiga olishim kerak keras. Rangni oldiga ilib men tini keyinga olay. Ve bir de boşluk qo'yib qo'y. Ya'ni qa'ga 4 5 degandek-chi. Chiqsin. Aras malani demedim taxı. No, men bu yerga integer qiymatini ishlasam maydi. Bo'lmaydi. String qilishim kerak. Bunaqa yana switch qildik ham shu. Switch. Yoki switch qilsam bo'ldi, yoki if statement ishlasam bo'ldi, qani ishlasam bo'ldi yerda meta switch ishlay bo'ldi. Ko'rinish qilsam, bo'lmasa if statement olib kelsa, back chiq if bo'lib ketgan. Ammo simama if statementni olib bilan ishlatib bo'ldim yod biqatdim. Yes bo'lgan hisobda kodini. Mas switchning 5 miyada boshlanib, miyada oxirlash degan gap. Okey, men kodimni ham ko'chirib olay. Okay. Ben switch'ni sout deb dizib menga do'jilchi bags qo'yday. O bunaqa qilishmoqchi ekan. Qo'ysam bo'lgan. Men switch'ning boshlangan yerini demoqchi-da. Başqa yerdan ayirayman kodni topolmay yurmaylikqa. Kod çünkü pek uzak ketdi. Shu. Men switch'ni menga qaytib qo'y. Endi nima ishlataman desanglar. T'ning qiymatini tekshirayman. T o'sha T'ning qiymati. T'ning qiymati agar 2 tang bo'lsa deymanmi? Men tuz olgan ekan. Mening qiymati 10, 11, 12, 13, 14. Mana 14 tang bo'lganda. Mana 12 tang bo'lganda. Ben double quotation açık almayayım çünkü bu san bu şu an. Çünkü ben t'ni integer koyamaz bu şu an. 12. 11 dengep. 10. 9. 8. 7 6 5 4 3 2 ne bo'lsin? Endi men color keldi qildi. Demek ben manıga colorga bundaq yazsam bo'lmaydi endi. Men colorni o'zgartiraman yani.
colorni yo'qotay. Agar üstüdeki kodni yozmagan bo'lsam biraqlam yo'qotdim color plus deganni bir kun bilan hozir üstüdeki kodni shuni ichida o'qishqa shuni buni bunday shakl qilsam üstüdeki kod biraqla o'zgarib ketadi hamma yeri. Shu amaliy qo'ldan qo'ydim mana. Okay. Hozir men print elanni men print f qilishim kerak. Chunki mening maqsadim boshqa bir switch case degan birni yozmagan. Lekin nestat qilmayman. Nestat qilsam bo'ldi uni. Mashina keynla nima yozsin demoqchiman. No, mana oldiga yozmak kerak. Rastdan oldiga yozgan mumkin va print mp3 yozmoqlik bo'lar. Kingsni faqat print f qilay. Mana oldiga yozganni. Oldiga yana bir narsa yozmay hozir. Yana o'xshash switch. Lekin men hargiz nestat emasmi? Switch case qildim. Buni da men nimani selishtirma desa, rangni selishtirma. Rangni selishtirdim. Selishtirganda agar rang degan bu bir integer qiymat-ku, case rangning qiymati mana 0 bo'lsa, 0 bo'lgan chog'da nolgan chog'da juda topshiriq. Hatta men mani undaq ace king deb yozib tushunmay, biz o'zimiz tushunimizga tuz deb Karol, matka, Jack, soldat deb tushunimizga mani bunda yozilib bo'ldi. O'sbek qalayim qavuk ekan. Shular. Mana bo'lgan chog'da, mana 0 bo'lsa soatda bizib mavjud elanni f qo'zg'atdik. Chunki men dastlabda print f bo'ldi, undan keyin elan bo'lgan bo'lgan ekan, mekanik bilan qo'shilsin demoqchi. Okay, men print f ning ichiga rang agar 0 ga teng bo'lganda miyaga uyg'urcha yozay. Qağa bizay. Qağı tuz mesela. Dengette. Break. Case. Bir olsa. Neyse o da bizip. Ama yani yine print f koyma. Tapan. Break. Case. İşki. Aldığım iş kadar boşluk koydum sana ama tapan mağalan bir aralıkta bir boşluk olsun dedim. Mağaz şekilde koysam aldı dolandı keyin ulan uxmadım lekin bir bakayım. Uyg'urcha olsa nima qo'y. Esot bizib yana f qo'ydim. Ana lekin nega endi tapan qağa tapan çıtır. Oldu. Break.
case 3 bo'lganda sot yag'ich olsun. Default işletmesek mi buldu? Default nima qilishga hojat yo'q. Yakos mani o'zini default desek mi buldu? Chunki boshqa bir qiymat olganda degandek bo'ldi. Default. Chunki malani hech qaysini olmaydi, default bo'ldi degan gap shu 3 bo'ldi degan gap qo'y. Chunki bu yerda hozir 0 1 2 3 lam chiqdi bu yerda. Boshqa narsa chiqmaydi manada. Default o'sma g'ish olsun dedim. Break. Okay. Menimcha kodimiz tugdi. İcra qilib baqla. Hozir nima desam, makodni ijro qilish uchun nima bo'ldi desam, case ma, yo'q, bitta switch case var mana işte. Men switch case'ning ichiga 1 ya 2 deb kirgizamiz, 1 deb kirgizsak bayotanqi qo'lda yozilgan chiqadi. 2 deb kirgizsak makod ijro qilish qo'shaydi, mana ikkinchi turi. Şoma hozir 2 ni basma dastlabda. Meni so'ramdi bu narsa kirgizing deb. Choose your code deb baka, next enter. Okay. Lekin bu ikkinchi kodni menda hech kim so'ramaydi. 2 ni kirgizib olgan ekanman-chi. Hech kim so'ramaydi, o'zi chiqarib turdi bu. Please choose your code deydi. 2 deb kirgizsam. Bu bo'lmaydi deb. Bundan so'maydi. Qalayimqan chiqaraversa, bekcha chiqaradi bu. Chiqarib bo'lgandan keyin while. Ben bunu while qilibman ya. Bu while qilmay men birli qatim ijro qilgan qilsam bo'pti ekan asli. Buni men qanday qilay desanglar, men while qilmay do while qilay. Do deb mana tirnoqning sirtiga meniga while deb mana shu false yazay. Birli qatim ijro qilib tugsin bu. To'xsin. Men keşke hoş to'xtamay qog'oz shilab bermisin. Yani. Ya komsa bana do while qilamdi qanday qilsa. Tamam bu true bo'laversin. Mahlatda qaranglar. Bir tanlam keyin qarshilaydi menda. Mana bir ijro qilaymiz-da. Mahlat faqat bir tanlam qarshilaydi. Chunki men false menimcha. Do while kirdi. Do ni ijro qilib turdi bir qatam. 2 ni kirgizay. Mana g'ich oltda deb chiqdi. Ben xalsam, men 3 ta qarshilab desam, qanaqa qilmay desanglar? Men cho'q qo'yib yakomsa ya bir atal nima bormi, no? Qurib qo'ygan. Okay. Switchning ichida bu yerda do kirishdan burunla and elde bilan bir tane narsa quray. Buningdan 0 ni biray. Va do'ning ichida bir narsa yazsam bo'lmaydi normalda. Bo'lmaydi deyman.
Yaga L++ yazsam. Ya agar L no L 2'den küçük 0 0'dan ki bir qatim icra oldu, bir oldu, çıkarttı, bir de bir icra oldu, 2'de bir icra hop. Ha, 2 3'ten de oqa, işte desek, bir başta bir çıqırıp aqlı. Şu 3 tal qarşılap bir oqdayım bana. Saat uygun ket. Kollam qeti qaldı lekin. Getirlar. Ha, choose your code deydi 2. Ha, 3 tal qarşılap bəli. Çıtır karol, çıtır tuz, tapan soldatda. Qalayım qallamda. Agar misal mana bunu da bir deb talab baqay. Mayada mana uchun. Bir deb enter bassam, qaranglar. Please enter the card number deydi. Number. 2 deb yozay. Mana va amdi ne spade deb yozay. Spade 2. Qag'ish 2 degan gap bo'ldi. Ma birinchi A baytda yozgan kod ma bu. Birini bosganim uchun. Ma 2 deganim son. Ya'ni birni bosganim uchun birinchi kodim ijro bo'ldi. 2 degani besib qo'ysam agar mendan so'radi hozir. Tugmabdi taxi. Buni exit deb yozsam bo'lamdi. Biroq ham exit deb bassam ikkinchi kod ijro etgan bunda. Men bir xatolik dengib. Ma'nın aldığa, ma case 2'nin aldığa. Qilishim kerak. Ma tırnaq. Ma'ning tırnağı. Okay. Demek ma tırnaqning keyniga break. Biz qo'ysam bo'ldi. Break qilib chiqarsam, işte deyman switchdan. Eng cho'ng switchdan-chi chiqdi. Sat bir qatim ma ijro bo'lib, ma ikkinchisi kirib ketmaydi degan. Hozir misol men bunaqa exit deb yozay, biroqlar. Hatta 3 hurt deb yozib işte. Opa. 3 enter your code. Kod diyelim 3'te biz tutmam. Ben biraz case'in kendine default koymakma. Default break. Olsun. Hem de benim maqsadim bu dastlabda menga choose your code degan bir deb kirgizib menga bir deb kirgizib menga exit deb kirgizmoqchidim. To'xtadi ya. Bayatın exit deb yozsam bu qaq toppan deb chiqib ketgan qo'y bu yerda Uyg'urcha. Yani ben ikinci kodga kirib qolgandim. Endi hozir ikinci kodga kirmaydi hozir. Okay. Kod mishaycha. Qani o'zinglar ijro qilib qo'yinglar. Xatolik ko'rilsa, ya'ni kemal desanglar. Agar kod lazım bo'lsa, kodni avatib bersam bo'ldi. Ndasa Allohga emanet.